Access salohiyat Respublika jamoat birlashmasi Farg'ona filiali Germaniya hamkorlik tashkiloti GIZ tashkiloti bilan moliyaviy ko'magida davlat xizmatlari yangi daraja loyihasini amalga oshirmoqda. Loyiha doirasida mahalla tizimi xodimlarining malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Quvasoy shahrida mahallalardagi xotin-qizlar faollari o'qitildi. Quva tumanida esa mahallalardagi ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha mutaxassislar tizimli o'quvdan o'tkazildi. Shuningdek, Quvasoy va Quva tumani mahallalari aholisiga onlayn xizmatlardan foydalanishni o'rgatuvchi 60 nafar mahalliy trenerlar tayyorlash bo'yicha teorik treninglar tashkil etildi. Biz Quvasoy shahrida 30 nafar mahalla faollari bo'lgan ayollarni, Quva tumanida esa Inson ijtimoiy xizmatlar markazini 30 nafar ijtimoiy xodimini o'qitdik. Mashg'ulotlar uchun maxsus o'quv dasturi tayyorlandi. Shuningdek, davlat xizmatlarini turlari va ulardan onlayn hamda offlayn formatda foydalanish yo'llari tushuntirilgan qo'llanma, buklet va broshuralar tayyorlandi. Treninglar davomida nafaqat nazariy bilimlar berildi, balki MyGov.uz portali orqali amaliy tarzda davlat xizmatlarini olish jarayonini ko'rsatib o'tildi. Mahallamizda 3000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Davlat xizmatlari markazi qishlog'imizdan ancha yiroqda joylashganligi sababli mana bizning mahallamizda ochilgan resurs markazi juda qulaylik yaratyapti aholimiz uchun. Aholimiz MyGov.uz portali orqali arizalar topshirishda o'zlari kelib mana shu menga murojaat qilishadi. Murojaatlari asosan nafaqaga chiqishda ariza qilishadi, bolalar nafaqasini tayinlashda, HDYodan ariza olishga, nogironlik ma'lumotnomalarini olishda murojaat qilishadi. Mahallamizda istiqomat qiluvchi Halimaxon ismli ayolimiz murojaat qildilar. Turmush o'rtog'ini nogironlikka chiqarish bo'yicha murojaat qildilar. Uni onlayn ariza topshirib, arizasi ijobiy hal etildi. Oilani mushkuli oson bo'ldi. Nogironlik tayinlandi turmush o'rtog'iga. Shuni aytish kerakki, bu loyihamiz aholining o'rtasida juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Hamda bu loyihamizda olgan bilimlarni bizda loyiha ishtirokchilari o'zlariga juda ham ko'p kerakli ma'lumotlar olib, o'zlarining hayotlarini ancha yengillashtirishdi. Mana misol uchun nogironligi bor yoki yoshlar, ular masalan bu bilimlarga ega emas edi. Mana shu loyiha davomida malakali bizda trenerlarimiz ularga o'qitishdi, sistemaga onlayn kirib, o'zlarining muammolarini yechishgan. Men o'ylaymanki, bunaqa loyihalar ko'p bo'lishi kerak, chunki aholi shunga muhtoj.